Bugungi videoda biz Mashrishkalarni nima gapni qilsa bo'ladi? Shayr ko'rib chiqamiz. Ketdi. Na mehr qoldi, na hurmat qoldi. Assalomu alaykum. Bir minutga mumkinmi? Assalomu alaykum. Biz yangi bloger bo'lmoqchimiz. Mashrishkani nimaga almashtirib bera olasiz? Xohlagan narsangizga. Ha, xohlagan narsangizga. Nima bor? Flash kartlarim bor. Olasiz, inglizini o'rganish olasiz. Almashtirib bera olamiz. Mayli beraman. Rahmat. Nima bo'ldi? Rahmat. Vallahi bizda endi hozir mavsumga almashtirib berdilar. Endi ikkinchi surishgan ko'ramiz. Nimaga almashtira olayotganmiz? Assalomu alaykum, brat. Bir minutga mumkin? Ishlaymi? Biz yangi bloger bo'lmoqchimiz. Yangi richga bordik. O'sha mashina nimaga almashtirib? Xohlagan narsangizga. Pul bor-da faqat. Yoki nima qilib, konfet bering. Farqi bu almashtirsak bo'ldi. nima bo'lsa bo'ldi. Nimaga qilasanlar keyin buni? Bizda yana ruchkalar bor. Keyingi odamlardan ham ish qilamiz. Sotib olingmi buni? Xohlagan narsangizga almashtirsangiz bo'ladi. Bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Bo'ldi, o'zlaringni qovursin. Rahmat aka.